Salam aziz do'stlar, hammanglar joy vaqti Gülden güzel bo'lsin. Men shayarliq do'stlar. Aygülden hammanglarga mehrim bilan o'tliq salom bermayapsiz aziz do'stlarim. Ama shu meni qo'llab izchil meningki videolarimni izchil ko'rib, meni qo'llab quvvatlab kelgan barcha aziz do'stlarimga ko'pdan ko'p minnatdorligimni bildirmay rahmat sizlarga aziz do'stlarim. Shu o'tmish hikoyalarimni sizlarga so'zlab bersam shunchalik jiq nurg'un xalq qo'llabsizlar. Shunchalik xush bo'ldim. Meni yaxshi ko'rgan xalq bekchiqkan deb. Amdikin shu nurg'un mash bekatalat erlar telefon nomerimni va yoki boshpatda undidor nomerimni qo'shib bizmi bo'ytaqdiq Aygul xonim deganlaringlar bak ko'p bo'ldi. Men bu tor supsuga izlab chiqmadim tordoshlar. İzlab men bir tulxutuntum. Bir bo'lsa, men bir chiqqan bo'lsa, tegitin deb izlab chiqmadim. Shunga shu qalaymaqan erlar faqat jolimanglar meni. Nurg'unlaringni qo'shibsizlar. Shu dakkanlarni birib qiyman degan tiqavatdim. Ba'zilaringlar nimada hakavursiz, gaqsam gaqamaysiz, undidor qo'shib deb. Siz bir gaqsanglar men bir telefonni tutib, bir qasa kishga qilakida telefon tutib turmayman. Mal lazım bo'lsa, mana haqiqiy, men o'xshash bir yurakning azobini tatib baqqan. Mana qalqansiman bez bo'lsin, mana har xil o'sma Rahning dədini tatib baqqan, balyatqı ösmə olsun, məsələn, köksüdü zınsın, 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü dərəcəlik munəkçi CC olsun, muşundaq bimarlar, muşundaq tordaşlar oquyub qalsanlar, telefon numarum 150 99 29 79 79. Muş telefonu Ündidar qo'sh orqali masala so'rasanglar bo'ladi. Chunki men mushundaq kasallarni beshimdan kechirib baqdim, badanimga iste'mol qilib, mahsulotni yeb baqdim, foydasini ko'rdim, unumini ko'rgachga, sizlarga shu valaqshib, tuyjan qilib, tunishtirib quvvatman. Bu mahsulotni iste'mol qilgan shu Atachi markasidagi, shu Xotandagi Abdulla Mahmud ustamniki, shu Atachi markasidagi mahsulotni iste'mol qilgan barcha to'rdashlarniki inkas shundoq yaxshi. Bir xalq Ma mahsulot menga ziyon qildi, unumini ko'mdim degan odam nayt az 90% odam yaxshika deb inkasni mushundaq bir xillik. Shunga mana haqiqiy mana bir kasal tatgan bemor bo'lganligim uchun o'zim mushundaq kasallarni tatib beshimdan kechirib baqqanligim uchun sizlar xalqimni tuyjan qilyapman. Mush qizvola haqiqiy kasal tatib ekan, meni mazopillari videolarini ko'rsakmi doktorxonada yotgan, qo'pqan, chiqqan mushundaq yerlar borka, digichilar olib qo'yib qolsanglar, qo'rqmay, ash yuqorqi boshpatdagi undidor ulamdi, e'lon qilgan nomer ulamdi, shuni telefon urish va yoki masala so'rash orqali telefon urish orqali masala so'rasanglar bo'ladi. Ma bekatalatlar undidorga qo'shmanglar, tillab qo'ymay, tukirib qo'ymay o'zingizga. Men shu to'xtamaymish xalq uchun o'zimlikni nurg'un kasalni tatib baqqan bo'lgankin, jiroqni yaqin qilay deb shu Xotandagi, shu Uyg'ur tibobat doktorxonasida 40 yil ishlab, pensiyaga chiqqan shu Abdulla Mahmud dadimizningki, shu Atachi mahsulotini shayonasiga ep kirdim aziz do'stlarim. Tinchlik bo'lsa, nersi 15 kun, birisi 10 kun ichida shayonasiga Atachi mahsulotlarininki maxsus etish do'koni ochildi. Shu nurg'un xalq menga ukam, shu Atachininki maxsus etish do'konini ochgan bo'lsa, ash Xotanga bormasak bu mahsulotni ololmaydi ekanmiz degash bo'lg'ashqa, nurg'un xalq menga shu izchil mana tavsiya qilg'ashqa shu Xotandagilar ijozat qilib bizning marka huquqimizni ishlasa bo'ladi, shayog'imiz qizval asli bo'ladi degandan keyin men shu Atachi mahsulotininki maxsus etish do'konini hozir ochqil qo'ydim shayonasiga. Pat arda sizlar bilan yuz ko'rishdi. Shu gapni anglagan jiroq yaqindagi to'rdoshlar bir-biringizga xabar qilib qo'ysanglar, shu jiroqni yaqin qilib mush Xotanga bormasanlarma, mush Atachining har qanday mahsulotini shayonasidan tepib, elib iste'mol qilsanglar bo'ladi. Shunga xabarni anglagan turdoshlar bir-biringizga yetkazib qilib qo'ysanglar, do'konni rasmiy holatda ochib bo'lgan vaqtimda, do'konninki o'rnini, adresini sizlarga bahilab bermay turdoshlar. Meni mush izchil, shu tor sohasida izchil qo'llab kelayotgan barcha aziz turdoshlarimga ko'pdan ko'p yana bir qatim rahmatimni bildiraman.
Chunki men nurg'un kasal tatdim. Nurg'un kasal tatish jarayonida bu kasalni hech kim tatish bermaydi ekan. Hammamiz shu o'zimiz tatib ekanmiz. Og'riq tatsak, salomatlik o'zimizga lozimki. Shunga o'zim saqaygandan keyin nurg'un xalq tashviq qildim. Nurg'un xalq men sababli yaxshi bo'lib qolgan to'rdoshlar bekchiq. Inkos bek yaxshi. Shunga mushu shayoga maxsus atachining maxsus setish do'konini ochdim. Xabardor bo'lib qolinglar. Men muqim ochgan vaqtimda anadan sizlar xabar qilaman. Teshik bo'lsa shu 9-oyninki 15-yilgacha kechikib qolsima. Uningdan baldur ichib qilishi mumkin. Shu ochgan vaqtimda sizlarga ham bahrlab berma. Meni izchil shu tor sohasida qo'llab kelayotgan barcha aziz tordoshlarimga ko'pdan ko'p rahmatimni bildirman. Va qalaymiqan erlar, bekatalatlar meni qo'shmanglar. Qo'shsanglar, tillab qo'yman, ko'nglim azariyab qoladi. Achchig'i yomon ayolkan, do'yinda so'zlab chiqyapsiz, bichiri issiq chiraykan to'q achchig'i yomon tilladi, qapg'i yomon deb qolgansizlar. Nurg'unlar mashina qilibsizlar. Naringiz issiqkan to'q olmadi deb. Marimni opam mashina issiq to'q qo'yibdi. Akshular gaplashing deb to'q qo'ymabdi-ki.